Assalomu alaykum. Darsligimizni davom ettirsak, biz bu qitimliq darsimizda appda sin hujjatlarini qo'yish usulini izlab o'tmoqchi. Avval ID'ni qo'zg'atib, qurilishdan birini quramiz. Mana ismini men video deb qo'yay. Bu bo'ldi. Biz buning egizligini olamiz. Egizligi 250 bo'lsin. Olmayadi bo'ldi. Ustiga chaplashib chiqsin. Nikahligini bitini qo'ydiray. Biz ko'rmoqchi bo'lgan sinni juda shunchalik arliqda ko'rinadi. Biz buning ko'rinmazini tayyorlab bo'ldik. Buning ma'vo tekst va tekstning ma kontrollar ko'rinmazdan video vebini qo'shib bo'lmaydi. Shunga biz kodini o'zgartiramiz. Men buni qaytib mana yana video web qilamiz. Endi bunga ID beramiz. Bu ko'rinmazni tahlilishimiz bitgan bo'ldi. Shu arliqda ko'rinadi. Endi biz buning javobini ko'raylik. Video webini atib olayman. V bo'lsin. Nimaga uni ID'si deb beramiz. Bununla yazımız biz. Mana media kontrol qo'shdiqligimiz uchun o'zining media app'larining kontrolini ochili. Bizim adresini V'nin video ure nega
mana. Ticket. Nima biz shu videoning adresini deb turamiz. Endi nima açtık? SD karta aniki mana gelgisizak AA ticket MP 4 bo'lib bitgan bo'ldi. Adresini deb turdim. Yani biz bu adreste biz görmekçi bo'lgan video bormi yo'q ko'rib boqaylik. Mümkün mana içilgandan keyin qo'yilgan qotaylik. Bunu saqlab etgandan keyin yani qaytib SD kartının içindeki videoga qarab boqay. Yani şu bakın. Biz bunu koyup bir bakayla. Etni qo'zitib ko'rib bakayla. Qo'zitib önümde ko'rib bakayla. To'xtasak to'xtadi. Qo'ysak bo'ldi. Saqlash kartidan chiqarib berdim mana. Agar biz mayda kodning mayaga masalan B deb qo'shib etsak, topmaydi, qo'ymaydi. Topmaydi mana. Şu an biz şu aniq adresini deb berishimiz kerak. Endi keyin qismni adresimizda şu appning o'ziga sinejitini birini kirgizib qo'yib, shuni tatish usulini ishlab o'taman. Bu qismni adresimiz bu yerda oxirlashdi. Xayr xo'sha.